Kiyevda dahshat, Rossiya raketa va dronlar bilan qonli hujum qildi. Rossiya armiyasi 6-iyulga o'tar kechasi Ukraina poytaxti Kiyevga yana ommaviy zarba berdi. Bu safar hujum ballistik raketalar, qanotli raketalar va dronlar yordamida amalga oshirilgan. Tungi hujum oqibatida kamida 7 kishi halok bo'ldi, 24 kishi jarohatlandi. Ulardan 14 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Hujum poytaxtning bir nechta tumanlarida vayronagarchilik, yong'in va qutqaruv amaliyotlariga sabab bo'ldi. Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Timur Tkachenkoning ma'lum qilishicha, zarbaning eng og'ir oqibatlari Podolsk tumanida kuzatilgan. Bu yerda ko'p qavatli turar joy binosi qisman vayron bo'lgan. Kiyev meri Vitaliy Klichkoning aytishicha, binoning 7-qavatidan 9-qavatigacha odamlar qamalib qolgan. Qutqaruvchilar voqea joyiga zudlik bilan yetib borib, yuqori qavatlarda qolib ketgan aholini olib chiqishga kirishgan. Keyinchalik Klichko yong'in chiqqan uydan 15 kishi evakuatsiya qilinganligini ma'lum qildi. Unga ko'ra, qutqaruvchilar yuqori qavatlarda qolib ketgan 3 nafar ayol va 6 nafar bolani xavfsiz hududga olib chiqqan. Shu bilan birga xuddi Podolsk tumanining o'zida raketa va dron qoldiqlari yana bir turar joy binosi hamda garaj hududiga tushgan. Bu esa hujumning faqat bitta nuqtaga emas, balki kengroq hududga qaratilganligini ko'rsatmoqda. Kiyevning boshqa tumanlarida ham jiddiy talafotlar qayd etildi. Darnetsa tumanining kamida 3 ta joyda turar joy binolari zarar ko'rgan. Goloseyev tumanida esa 5 qavatli uyda yong'in chiqqan. Hozircha barcha zararning to'liq ko'lami ochiqlanmagan, ammo poytaxtning bir nechta hududlarida qutqaruv xizmatlari, shifokorlar va o't o'chiruvchilar kechasi bilan ishlagani ma'lum bo'ldi. Rossiya zarbalari faqat Kiyevning o'zi bilan cheklanmagan. Hujum ostida Kiyev viloyati ham qolgan. Bucha tumanida 1 kishi halok bo'ldi, yana 10 kishi jarohatlandi. Ularning 6 nafari shifoxonaga yotqizilgan. Mahalliy rasmiylar vayron bo'lgan joylarda qidiruv-qutqaruv ishlarini davom etayotganligini aytmoqda. So'nggi hujum Rossiya va Ukraina o'rtasidagi zarbalar almashinuvi yanada kuchaygan bir paytda yuz berdi. Avvalroq Ukraina Sankt-Peterburgdagi yirik neft terminaliga zarba bergan edi. Bu hujum Rossiyaning 1-iyul kuni tunda Kiyevga bergan zarbalaridan keyin amalga oshirilgan. O'sha hujum oqibatida Ukraina poytaxtida 10 dan ortiq odam halok bo'lgan. Endi esa oradan ko'p o'tmay Kiyev yana yangi va kuchli zarbaga uchradi. So'nggi voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, urushning havo bosqini tobora shafqatsiz tus olyapti. Endi zarbalar faqat harbiy obyektlarga emas, balki turar joy binolari va oddiy aholi yashaydigan hududlarga ham tobora ko'proq xavf tug'dirmoqda. Kiyevdagi tungi hujum buning navbatdagi og'ir misollaridan biri bo'ldi. Hozircha qutqaruv ishlari davom etmoqda. Qurbonlar soni esa yana oshishi ehtimoli istisno qilinmayapti. Eng muhim dolzarb yangiliklardan xabardor bo'lish uchun kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosib, fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Xayr, salomat bo'ling.